Azizlarim, sizlar bilan bir go'zal xushxabar bilan bo'lishmasdan o'tib keta olmadim. Albatta, har birimiz bu hayotda farzandlarimizni yaxshi o'qishi, bilim olishi va hayotda yetuk inson bo'lib voyaga yetishi uchun yashab kelmoqdamiz. Shunday emasmi? Bugungi kunda til bilgan va nufuzli oliygohlarda ta'lim olayotgan farzandlarga albatta biz havas bilan qaraymiz va hozir aytadigan yangiligim mana shunday orzu havasli ota-onalar uchun. Agar siz farzandingizni aniq fanlar va chet tillarini chuqurlashtirib o'rgatiladigan IT va buxgalteriyaga ixtisoslashtirilgan, qolaversa o'z qiziqishlarini inobatga olgan holda boshqa tillarni ham o'rgatadigan maktabda o'qitishni istasangiz, Toshkent shahrida faoliyat olib borilayotgan Ixlos School aynan siz qidirgan maktab deya olaman. Va bu maktabda a'lochi o'quvchilar uchun stipendiyalar beriladi. Maktabni bitirgan o'quvchilar IELTSdan kamida 5,5 ball olishga kafolatlanadi. Bitiruvchilarga shahodatnomadan tashqari mutaxassislik diplomi ham beriladi. Bundan tashqari rus va o'zbek sinflarida ta'lim olish imkoniyati, 3 mahal maxsus taomnoma asosida ovqatlanish, xullas Ixlos Schoolda siz istagan barcha shart-sharoitlar muhayyo. Farzandingizni sifatli ta'limi va go'zal kelajagini ta'minlaydigan maktab haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.